Aytadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarni qattiq sovuq va qattiq issiqdan qaytarganlar. Shunga marojni yeyish qattiq sovuqli ishga kiradimi? Biri shunaqa deyapti ekan. Payg'ambarimiz qaytarganlar, qilmayapsan. Qayerda qaytargan ekanlar? Avvalambor o'shani isbotlab bersin. Sariq bir kitobni bir burchagida arabcha yozuvidan o'qib olgan narsasi bo'lsa payg'ambarimiz aytgan bo'lavermaydi. Men bilganim, o'qiganim, eshitganim hech qayerda Nabiy sollallohu alayhi vasallam qattiq issiqdan yoki qattiq sovuqdan qaytardilar degan gap kelmagan. Yana aytyapman, mana kelganda bitta kitobdan topib kelgan narsasi payg'ambarimiz aytdi degani emas. Isbot, sanad bilan isbotlash kerak. Kim rivoyat qilgan uni, qayerda aytgan. Ikkinchidan, marojni yeyish masalasi. Bu qattiq sovuqqa kirmaydi. Inson o'zi biladi nima narsa sovuq, nima narsa qattiq issiq. Tomog'i kuyadigan darajadagi narsa bo'lsa issiq, tomog'iga yopishib qoladigan darajadagi narsa bo'lsa sovuq. Bu odamning o'zining nafsidagi ma'lum narsalar. Odam o'zining joni uchun ham qiladi buni. Qaytariq yoki bir tahdid kelishi shart emas bu narsalarga. Jahannam haqida aytilgan narsa bor. Eng qattiq sizlar topadigan issiq yozgi kuni va eng qattiq sizlar topadigan sovuq, ya'ni qishki kuni. Bu jahannamning nafasidan deyilgan. Bu havo haqida, ob-havo haqida aytilgan. Bu ovqat haqida emas. Allohu a'lam.